Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum qadrli yaratli ixlosmandlar. Sizlar bilan birga Miftah va Robiya kitobimiz ikki qismi qiro kitobi qismidan 13 vaqtamiz Rihlatul Robiyatul Bahoriy rihlat. Mazraatun o'sha dehqonchilik maydoni yer ya haydalgan yer. Bisatun gilam, dohmul va haybat, buhayratun ko'l va faqaraga mos bo'lmoqga, muvofiq kelmoq. Qarorni o'sha qaror qilmoq, ijtimoa to'plamoq, intizor kutmoq, intiliqi jo'namoq, ash'alanlar olov yoqmoq. Matn. جاء فصل الربيع وبدأت تتفتح الأزهار. bahor fasli keldi, gullar ham ochila boshladi. Va asbahal jawu jamilan va mu'tadilan. Havo ham ajib bir chiroyli bo'lib mo'tadil bo'ldi. فاقترح أحد أصدقائنا أن نذهب إلى رحلة في مزارع الطبيعة الجميلة. Do'stlarimizdan biri taklif berdiki, nimani taklif berdi? Rihlatga jo'namoqligimiz. Qayerda rihlat qilamiz? Chiroyli tabiat manzaralarida. وافق الأصدقاء على الاقتراح. Bu taklifga do'stlar rozi bo'ldi. فقررنا أن نذهب في يوم العطلة. Dam olish kunida bormoqlikka kelishdik. واتفقنا على اللوازم التي نحتاج أن نشتريها. Biz kelishdik. واتفقنا على اللوازم. Nimaga kelishdik? Lozim narsalarga. Qanday lozim narsalar? Biz uni sotib olishimiz kerak. Nima uchun? Rihlat uchun. Rihlat uchun kerak bo'ladigan narsalarni sotib olmoqlikka rihlat uchun narsalarni sotib olmoqlikka biz ehtiyoj sezadigan lozim narsalarni sotib olmoqlikka kelishdik. Tashtaro Sodiqiy, do'stim Ahmad sotib oldiki nimani? Al-xudrovat val favakih min indil xudari. O'sha sabzavotchini oldi, meva va sabzavotlarni oldi. Va Sodiqiy Zakariya ishtaro al-luhuma min indil jazar. Zakariya nimani sotib oldi? Go'shtlarni sotib oldi. Qayerdan? Jazor, ya'ni qassobni oldi. Va Sodiqiy Abdulloh axtaro bisatan li najlisa alayhi idofatan ila ba'd al-al'ab ka kurat al-qadami wal madrib va shatranj. Do'stimiz Abdulloh esa gilam hozirladi. Nima uchun? O'tirmoqligimiz uchun. Bunga qo'shimcha ravishda u nimani yana hozirladi? Ba'zi bir o'yinlarni, ba'zi bir o'yinlarga misol uchun to'pni kakuratul qadami futbolda deyaptilar yoki bo'lmasa tennisni kakuratul madrid va shatranj ya'ni shaxmatni. Amma ana fa ahdartu adawati shiva. Men esa o'sha pishirib kuydir narsalarni ya'ni olatlarni, jihozlarni tayyorladim. Idofatan ilal adawati lazimati li ta'am. Ovqat uchun ham ya'ni kerak bo'ladigan narsalarni hozirlashni qo'shib qo'ysam bo'ladi bu hozirlaganlarning ichiga deyaptilar. Kal atbaqi wal malaqi wal ashrak. Bu ovqat uchun hozirlagan narsalari o'sha tovoqlar, qoshiqlar yoki vilkalar. اجتمعنا صباح يوم السبت أمام مدرستنا الساعة 7:15. O'sha shanba kuni ekan bularda dam olish kuni. Shanba kuni biz yig'ildik. Qayerga? Madrasamizning oldiga. Soat nechida? Soat 7:15 da. Vantazamna al-hafilata. Biz avtobusni kutdik. Wasalatil hafilatu ba'da qalil. Birozdan keyin avtobus keldi. Vantalaqat as-sa'ata 7:30. 7:30 jo'nadi. Istaghraqatil ar-rihlatu sa'atayn. 2 soat vaqtni oldi rihlat, ya'ni avtobusning yo'li. Lakin lam nash'ur biha. Lekin biz bu 2 soat qanday o'tganini sezmay qoldik. Lianna tariqa mali'un bil ashjari 'ala al-janibayn wal jawu jamil. Chunki havo chiroyli edi, o'sha yo'lda ham to'la edi ikki yonida daraxtlar bilan. Ayndama vasalna jalasna fi makanin jamilin tahta shajarati dohmatin. Yetib borganimizda o'sha katta daraxtni, bahaybat daraxtni tagida o'tirdik. Bir makonda. Walahu itlaratun jamilatan qurba muhayratin kabiratin. Katta ko'lning oldida chiroyli manzara bor o'sha daraxtga. Yo, makonga. Makonni aytyaptilar, endi muzakkar kelyapti. Lahu deb. Chunki shajara muannas keltirganda. Fafarashna albisata ala al-ard. Yerga gilamni to'shadik va jalasna nastamti'a bi mushahadati jamali at-tabi'ati va sama'i taghridil asafir. Va biz o'tirdik va bahramand bo'ldik. Ya'ni bu yerda jalasani afoli shuruq keltiryaptilar. Biz bahramand bo'lishlikni boshladik. Bahramand bo'lib o'tirishni boshladik. Mushahada jamal. Ya'ni tabiatni chiroyliligini tomosha qilib va
chumchuqlarni sayrashidan bahramand bo'lib. فشاهدنا هناك راعي يرعى الأغنام. Bu yerda o'sha qo'ylarni boqib yurgan podachini ko'rdik. وفي البحيرة كان هناك البت يسبح فيها. Bu yerda biz o'rdakni ham ko'rdik. U o'sha ko'lchada suzib yurgan. بدأنا بعد ذلك بتجهيز طعام الفطور والشاي. Nonushtani tayyorlash va choyni tayyorlashni boshladik. ثم لعبنا كرة القدم. Keyin futbol o'ynadik va كرة المضرب. Tennis ham o'ynadik va shaxmat o'ynadik. بعد ذلك ارتحنا قليلا. ثم بدأنا بتجهيز لوازم الشواء. So'ngra biz dam olishni boshladik. Ozgina dam olganimizdan keyin o'sha pishirib quydirishni boshladik. فأشعلنا النار في المنقل وجهزنا السلطة. Va bu yerda sallaton bilsangiz, salat toplaydigan bo'lsa, kurka, salat toplaydigan bo'lsa, o'sha oddiy salat bo'ladi. Endi bu yerda muallifni mana shu gaplarni muallifini maqsadi nimaligiga qarab turib o'sha jumla ma'nosi o'zgaraveradi. Va manqol deb turib o'sha kichkina ko'chma pechkani aytadi. Ko'chma pechkada olovni yoqdik va salatni tayyorladik. Va ba'da nisfi sa'atin asbaha ta'amu jahizan. Ozgina vaqtdan keyin ovqat tayyor bo'ldi. Akalna ta'am, ya'ni yarim soat, ozgina vaqt debman, yarim soatdan keyin ovqat tayyor bo'ldi. Biz taomni yedik, val fawakiha va mevalarni yedik. Summa la'ibna hatta al-masa. Kechgacha o'yin kulgi qildik. Va ba'da zalika jama'na agrodana va nazzafna al-makana. Shundan keyin biz o'ynadik, ish bo'ldi. Shundan keyin biz narsalarimizni, buyumlarimizni yig'dik va o'sha o'tirgan joyimizni tozalab, va wada'na al-qumamata fi sallatil qumama. O'sha musur chelakka musurni soldik. Va fi sa'ati saminati masa'an taharakatil qafilatu faraja'na ila al-Madina. Ya'ni kechki 8 da avtobus harakatlandi va biz shaharga qaytdik. Kanat rihlatan jamilatan va mumti'atan. Juda bir rohat baxsh, chiroyli bir rihlat bo'ldi. Sha'arna bi sa'ada wal mut'a wal roha ba'da dirasati tawila. Uzun o'qishlardan keyin bir dam olib mazza qildik. Baxtni, rohatlanishni, huzur baxshlikni his qildik, deyaptilar. Allohu a'lam.